16 ming dollarga gelik nima deyapti? Xullas bitta akamiz farzandlariga olib beribdilar. Bu mashinani endi biz polniy navrot qilamiz. Qarang aka, salonni ko'ryapsiz. Plasmasda hamma joyi koja qilamiz, alikantara qilamiz, original karbon ishlatamiz. Rullari xullas oddiy prostoy hamda o'yinchoq rul, original G-class rulni qo'yamiz. Sidenyalar hamda o'yinchoq sidenyalar, bo'tga Mercedesning original sidenyasini qo'yamiz. Salonini bitta o'zgacha rang qilamiz. Ustini bo'lsa, ko'ryapsiz aka, hamma joyi taraqilyapti. Shuni izolyatsiya qilamiz. Ustini ham polniy rostogasini Brabus 800 ga o'zgartirishga harakat qilamiz. Yo 20, yo 18 diskga qo'yamiz. Обязательно. Xullas tomlariga Brabus 800 dagi chiroqlarini, orqalariga spoilerlarni, orqa taraflariga bo'lsa, ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerdagi Brabus yozuvlarini hammasini qo'yib qilib beramiz. 15-20 ming dollar ketadi-da, mashina pulidan tashqari. Bizga farqi yo'q. Mini gelik bo'ladimi, katta gelik bo'ladimi? Olib kelsanglar mashinalarni idealniy qilib tuning qilib beramiz, xudo xohlasa.